Davom etamiz. Amerika safari davomida millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo'mitasi Vatandoshlar jamoat fondi delegatsiyasi Vashingtondagi uchrashuvlardan so'ng yo'lini Filadelfiyaga qaratdi. Bu shahar ushbu mamlakat tarixida mustaqillik va demokratik an'analar beshigi sifatida mashhur. Bu shtatda ham vatandoshlarimiz tomonidan mustaqillik bayrami keng tantana qilindi. Tadbir davlat madhiyasi ohanglari bilan boshlandi. Har bir ishtirokchi qo'lini ko'ksiga qo'yib, vatan bilan bog'lanish hissini yana bir bor o'z ongi shuurida kechirdi. Ana shu lahzada yuraklarda bitta tuyg'u, milliy iftixor, mustaqillik va vatanga muhabbat yana ham yuksaldi. Milliy taomlar dasturxonlarni to'ldirdi, sahnadagi raqs va qo'shiqlar esa o'zbek madaniyatining rang-barang gulchambarini yaratdi. Bolalar uchun maxsus o'yinlar, hunarmandchilik ko'rgazmalari ham tashkil etildi. Bu orqali nafaqat bayram kayfiyati yuzaga keldi, balki yosh avlod qalbida o'zligini anglash va vatanga muhabbat tuyg'usi yanada mustahkamlandi. Bu yerga kelishimizdan maqsad O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini nishonlash va biz agarchi olisda bo'lsak ham yurtimizdan, vatanimizdan farzandlarimizga milliy an'anamizni, urf-odatlarimizni, milliyligimizni, ularning milliy kiyimlari orqali, milliy raqslari orqali ko'rsatib berish, vatanga muhabbatni uyg'otish. Vatandagi o'zgarishlar bilan yaqinda borib keldik, juda ham o'zgarishlar katta. Biz ham kelajakda o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Filadelfiyada o'tgan bu bayram ramziy ma'noga ega. Ana shu shaharda Amerika mustaqilligi e'lon qilingan edi. Bugun esa shu yerda o'zbeklar o'z mustaqilligini nishonladi. Delegatsiya vakillari mamlakatimizning so'nggi yillarda erishgan yutuqlari, xalqaro maydondagi nufuzi haqida ham vatandoshlarga keng ma'lumotlar berib o'tishdi. Bu so'zlar ularning qalbida faxr va ishonch tuyg'usini yuksaltirdi. Bugun muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tabrigini eshitib yana bir marta xursand bo'lib ketdim-da. O'zi xursand bo'lib bugun bayramga tayyorgarlik ko'rayotgandik. U yerda bildirilgan fikrlar, bajarilgan ishlarning natijasidagi raqamlar, undan tashqari kutilayotgan holatlar bo'yicha menda yana ham ishonch, motivatsiya berdi. 12 mingta uy qurilyapti shu qisqa vaqt ichida. 134 mingta xonadon topshirilar ekan. Ayniqsa oxirgi yillarda e'tibor berilayotgan sohalarni sanasak, IT ga juda katta e'tibor berilyapti. Yoshlar siyosati davlat darajasida hal bo'lyapti. 1 sekund bo'lsa ham vatanni unutganimiz yo'q. Ko'rib turibsizlar, qanaqa xursandchilikda bayram tashkil qilyapti. Nafaqat mustaqillik bayrami, Navro'z bayrami, undan tashqari har yil 2 marta mustaqillik kubogi o'tkazamiz. Bu shtatlararo vatandoshlarimiz bilan, yurtdoshlarimiz bilan ko'rishamiz. O'zbekiston taftini, O'zbekistonni his qilish uchun mana shunaqa tadbirlarni ko'proq o'tkazilishi tarafdoriman. Filadelfiyadagi mustaqillik bayrami bu oddiy tantana emas, bu yangi O'zbekiston bilan yuraklarni bog'lagan o'zbeklarning bir-birini topgan, milliy iftixor va madaniy merosni qayta kashf etgan, kelajak uchun yangi kuch va ishonch olgan voqeasi bo'ldi. Ayni daqiqalarga qadar yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.